Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Ersak qahvasini tabiiy va foydali xususiyatlarini kichik tajriba orqali ko'rsatmoqchiman. Oldimda ikkita oddiy piyola bor, har ikkalasida teng miqdorda suv solingan. Bittasida yod, bittasida o'zimizning Ersak kofemiz bor. Yod tanadagi zararli moddalarga o'xshash kimyoviy ta'sirini ifodalaydi. Endi bir bo'lak nonni yod solingan piyolaga solaman. Ko'rib turganingizdek, nonimiz qorayib ketdi. Bu yodning oksidlovchi ta'siri sababli. Xuddi shu organizmga tushgan zararli moddalar kabi bu ham salbiy ta'sir qiladi. Endi esa e'tibor bering, men shu qoragan non bo'laklarini Ersak qahvasiga solyapman. Mo'jizani qarang, non asta-sekin oqara boshladi va o'zining holatiga qaytdi. Bu Ersak qahvasining kuchli tabiiy antioksidant xususiyatini ko'rsatadi. Bir piyoladagi non qorayguncha qolgan bo'lsa, Ersak qahvasiga tushgan non tozalanib o'z holiga keldi. Bu oddiy tajriba orqali Ersak qahvasining organizmga qanday foyda berishini ko'rishingiz mumkin. Ersak qahvasi nafaqat lazzatli, balki tanani himoya qiluvchi tabiiy vosita hamdir.